alaykum, China Motors kanalining obunachilari va kuzatuvchilari. Sizlar bilan bugun ortimda turgan FAV brendiga tegishli bo'lgan 1110 modeldagi furgonni ko'rib chiqamiz. Videomizni boshlashdan like hamda podpiska tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, qani ketdik bo'lmasa. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, FAV Tiger 1110 modeli nimalardan tashkil topgan? Keling, birinchi motordan boshlab qolaylik. Buni motori Yuchai kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan 130 ot kuchiga ega dizelli motor o'rnatilgan. Juda ham mustahkam, sinovlardan o'tgan motorlardan biri hisoblanadi. Furgon variant hisoblanadi bu. Demak, furgonimizning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, buning o'lchamlari uzunligi 4 metr 20 cm, eni 2 metr 10 cm, balandligi ham 2 metr 10 cm ga teng. Agar kubaturiga hisoblamoqchi bo'lsangiz, 21.10 dan 6 kubani tashkil etadi va tonnasiga esa umumiy 7 tonnani yuklab bemalol olib borsangiz bo'ladi. Mashinaning umumiy og'irligi esa 4 tonna 300 kilogramni tashkil etadi va eng asosiysi yon tomondan eshik va orqa tomondan eshigi mavjud. Bu sizlarga nima beradi? Bemalol yukingizni xohlasangiz orqa tomondan, xohlasangiz yon tomondan yuklab tushirsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r. Ushbu furgonimiz resor variant hisoblanadi. Orqasi yakka most, demak, qo'sh ballonli. Ballonlarini razmeriga keladigan bo'lsak, double coin ballonlardan o'rnatilgan 825 R16 LT ballonlar hisoblanadi, ya'ni yuklarga moslashtirilgan. Tormoz tizimi esa ABS va pnevma hisoblanadi. Bu juda ham qulay, juda ham ishonchli tormoz tizimlaridan biri. Endi orqa resor, oldi ham resor, mustahkam resorlardan bemalol 7 tonna yukingizni olib borishga qodir. Demak, yana bitta narsaga ahamiyat beramiz. Bu shundoq list, agar xohlasangiz bemalol obshifka qilsangiz bo'ladi. Bu obshifkasiz variant hisoblanadi. Endi esa yaqinroq kelamiz. Rama bilan kuzov orasini hozir sizlar bilan, demak, shassini ko'rib chiqamiz. Juda ham mustahkam. Rezinka oraga o'rnatilgan, bu yumshoq bo'lishi uchun. Endi oralig'i ham ko'ramiz. Hammasi svarkada juda ham mustahkam, yaxshi ishlangan. Zo'r. Hurmatli obunachilarimiz, demak, batafsil ma'lumot bilish uchun albatta pastdagi raqamlarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi va China Motors kompaniyamizga tashrif buyuring.